Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka opa singillar. 2026-yil 24-iyul Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Bugun juma. Barcha aka opa singillarimizni juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Alloh barchani murod maqsadiga yetkazsin. Xabaringiz bo'lsa, ana davlatimizni tomonidan tahoratxonalarga mablag'lar ajratilgan. Ana bizning masjidimizni tahoratxonasi ham qayta ta'mirlash uchun ro'yxatga kiritilgan ekan. Ishlarimiz davom etyapti, alhamdulillah. Aloqachi firmasining yigitlari, Alloh rozi bo'lsin, mana 2-3 kundan buyon xizmat qilyapti. Hormangizlar ustakalar, jumayi muborak bo'lsin. Bu stejkagami? Yonlarini stejka qilinar ekanda, yonlarini. Aplavkaga taxtalar. Bu yonlari. Hormang usta, hormang. Zasivka to'silib stejka qilinadi-da. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa ishlar bizda. Duo qilingizlar. Barchangizni yana bir bor juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Inshaalloh mana usta akalarimizni ishlarini sizlarga imkoni boricha ulashib turamiz.